Hurmatli o'quvchilar, sizlarga demak assalomu alaykum hammalaringga. Salqin joyda shu yerda topdik, ehtiyot bo'lasizlar, o'rgilasa pishgan sutlarga tushib ketib dog' bo'lib qolmasin. Orada tepaga ham qarab turinglar. Demak, bizda mana oy juda qattiq oy bo'ldi va juda quvonchli oy bo'ldi. Ya'ni qaysi oy? May oyi. Sertifikatga boy oy bo'ldi. 45 plus sertifikat sohiblari bo'ldi. Sertifikat birinchi o'rinda kim uchun xizmat qiladi? O'zimiz uchun. Imtihonda oyog'imiz qaltiramasligi uchun xizmat qiladi. Oson emas, bitta testni to'g'ri javobini topib, uning uchun bu aytaylik asosiy fan bo'lsa, birinchi blok bo'lsa, 3 balo olish oson emas. Bizning faoliyatimizda ko'p kuzatilgan 001 ball yetmay qolganlar ham kontrakt yoki o'qishga kira olmay qolgan. 001. Bu qayerdan paydo bo'ladi? Bu o'sha qoldiqlardan kelib chiqadi. Bitta testni to'g'ri javobi ham eng minimal holatda 1/1. Siz endi mana katta bo'lyapsiz-ki, oliy ta'lim imtihonida hali buni guvohi bo'lasiz. 001 ball bilan yetmasdan meni bitta eng yaqin o'rtog'im kontrakt o'qigan, birinchi o'rinda 4 yil kontrakt to'lagan. Shu agar qaysi ma'noda bitta test to'g'ri ishlaganda grant bo'lib qolar edi. Endi bu narsalarni o'tganimiz uchun sizlarga qisqa eslatma qilib ketamiz. Xo'p, sertifikat olmagan o'quvchilarimiz ham oramizda bor. Bu tushkunlikka tushish kerak emas, o'qish kerak, grammatikani endi bu yoqqa kuchaytirish kerak. Masalan, 11-sinflar. Sertifikat ololmadim degani hayot to'xtadi degani ham emas. Buni ham eslatib o'tish kerak. Endi bu yog'iga nima qilamiz? Faqat testga tayyorgarlik ko'rsak, nasib qilsa, xudo xolasa oliy ta'limga, talabalikka, xudo xolasa 11-sinf bitiruvchilarimiz hammasi erishadi. Hozir bizda sertifikat demak, o'quvchilarimiz 45 ta har birini chaqiramiz, lekin qisqacha eslatma sifatida aytib o'taman. Bizda C plus B sertifikat sohiblariga hech qanaqa chegirma yo'q. B plus hamda A demak, sertifikat sohiblari A plus ham bo'ladi, 100% bo'ladi. Keyingiga ham 100%. Agar A plus olsangiz. Lekin hozir bizda o'qituvchilarimiz o'zida A plus, qolganlar eng zo'rlari mana Mahmudjon degan o'quvchini men ko'rdim, A sertifikat egasi, yana 3 tami A ko'ryapman. A sertifikatlarga iyun va L oyida yaxshilab eshitib oling, ertaga kelasizlarda xonamga. Iyun va L oyida 30%. Maktab to'lovining 30%. Hisoblab chiqsangiz 1 million plus degani siz hisobingizga. Endi B plus olgan o'quvchilarga 20%. Shunday matematikani yaxshi bilasizlar, mendan ko'ra 1.7 dan chiqarib yuboraverasizlar. Qo'llaringga bersam ishlatib qo'yasizlar, musqayma yeb qo'yasizlar. Shuning uchun men sizlarga 20 beryapman. Men pechatlab qo'yganman. Moliya bo'limiga to'lov qilyap turganda ota-onangizga aytib qo'yasiz yoki tushuntirasiz. Pulni o'z olib kelib to'lasangiz ham aytsangiz muammo qilishmaydi. Hozir bu yerda bitta A va bitta B plus olgan Mahmudga 50% chegirma bo'ladi. 1.700.000 da 50% 850.000 bo'ladi. Xo'p. To'g'risini aytish kerak, masalan, tabiatan bizlarda ko'p gapirib, blogerlik qilmaganimiz uchun dangali 50% da men senga agar qo'lingga konvert bilan 200.000 solib bersam ham bo'laveradi. Ertaga meni xonamga konvertdan 200.000 chiqdi deb kela olmaysan. Lekin mana misol uchun chegirma qilib beryapman, to'g'ri senga ko'rinmaydi, lekin ota-onang buni his qiladi. 850.000, 50% oson emas. Endi buning uchun avvalo siz uchun xizmat qiladi sertifikat, lekin biz doim sizlarning mehnatlaringni, ustozlarning mehnatini qo'llab-quvvatlab, rag'batlantirishga ham majburmiz, ham ko'ngildan chiqarib shuni qilamizki, biz shu narsa bo'lsa xursandmiz. Sertifikat qancha ko'p bo'lsa xursandmiz. Agar siz keyingi o'quv yilida shu yerda turgan 8, 9, 10 lar yaxshilab eshitsin, 11 lar ketadi. Keyingi o'quv yilida agar bitta fandan A+ bo'lsa, shu fandan to'liq sentyabrda olsangiz 11 oy to'lamaysiz. Agar ikkala fandan A bo'lsa, demak ko'ryapsiz jarayonni, siz sentyabrda olsangiz 11 oy to'lamaysiz. Manshatda bo'lsam shu gap joyida qoladi. Buni yozib berishim shart emas, aniq tasdiqlab beraman. Tushuntira oldimmi? Endi sertifikat demak olgan, sertifikat olishgacha bo'lgan mashaqqatli mehnatni demak aytaylik, haligi kechasi bilan kunduzi demay, issiq demay, soat 1 da ham kitob o'qib o'tirganlar olyapti-da sertifikat qo'pol qilib aytganda, osmondan tushib qolmaydi sertifikat. Shu o'quvchilarimizni ota-onasiga rahmat. Qilgan mehnatiga rahmat. Oliy ta'limda faqat grant asosida talaba bo'lish nasib qilsin. Sekin-sekin chaqiramiz, kelaverasizlar. Aytaylik,
umumiy holatda barchaga nasib qilsin. 11-sinf bitiruvchilarimizga hali 25-ni sanasida chiroyli tadbir qilib beramiz. Xudo xolasa birgalikda. O'shanda ham aytaman, omad asosan kuchlilarga kulib boqadi, lekin sizga doim kulib boqsin, kuchlimiz, kuchsiz bu hokazo, lekin grant asosida talaba bo'linglar. Talaba bo'lganda bizga ham haligi uyda xursandchilik bo'lib, xursandchilik ko'z yoshlari bo'lib turganda ustozlarni birinchi o'rinda G'ayrat domla, Matluba ustoz, Ateli Sardorbek, Jamshidbek, Javohir, Abu Said va hokazo mana Yahyo ustoz hammani eslab qo'ysalar yetadi. Oshingizdan hali qo'yga so'yganda qo'yni sonini olib kelishi shart emas. Bizga eslab qo'yib, ustozimga rahmat deb qo'ysalar yetadi. Sabab nima demoqchiman? Oramizda bitta-ikkita o'quvchi ham chiqyapti, ustozni hurmat qilishni bilmaydigan. Ustozni hurmat qilgan insonning kosasi oqaradi. Bu o'zbek maqoli. Maqol men tilchiman, yaxshi bilaman, ota-bobolarimizni tajribasidan paydo bo'ladigan tushuncha. Uni birov yaratmaydi, birov yasamaydi. Ustoz hurmat qilgan odamni kosasi oqaradi. Shuning uchun o'zbek haqi maqoli bor. Ustoz otadek ulug'. Otadan emas, otadek ulug'. Ustozga doim yaxshi gapirish kerak, hurmatini qilish kerak, ustozni ko'ziga tik qaramaslik kerak. Ustozga gap qaytargan, o'zidan aqlli yasaganlarni biz ko'p ko'rganmiz. 1000 kitobni tugatgan bo'lsin, lekin u boshqa narsa. Bu yoqda hammani ko'nglini olish kerak. Bitiruvchilar, hozir sizlar chumolini ko'rib qolsalaring ezmaydigan paytdasizlar. Erga ham qarab yuringlar, chumollarga ham ozor bermaydigan, faqat duolaydigan paytdasizlar. Ukadanmi, akadanmi, ustozdanmi, direktordan olsalaring ikki hissa bo'ladi. Duolaydigan paytda, to'g'rimi? Bizga ham aytishgan, biz mahalladan borib kattalardan ham kimdan ko'rsa duo qiling deb, mana u zo'r o'qimasak ham o'qishga kirib ketganmiz. Zo'r o'qimasak ham doktoranturani bitiryapmiz. Shuning uchun hozir faqat yaxshilik qiladigan davrdamiz. Hurmatli Ma'mur va Diloramxonning ota-onasi, sizning farzandingiz kimyo fanidan milliy sertifikat imtihonida muvaffaqiyatli qatnashib, C darajali sertifikatni qo'lga kiritdi. Bu yutuqlar ustozlar, o'quvchi va siz ota-onalarning birgalikdagi mehnatining samarasi ekanligiga ishonamiz. Ideal xususiy maktabi nomidan sizga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kelgusida siz xohlagan farzand bo'lib yetishishiga tilakdoshimiz. Hurmat bilan Ideal xususiy maktabi direktori Muxtoraliyev Bahrom Ilyosovich. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Sodiq va Layloxon biologiya fanidan B daraja. 8-sinf qizakanlar. 9-sinfda B plus olsangiz yo A olsangiz o'zi tekinga o'qiysiz. Tadbirkorlik bitta turida bu ham. To'g'rimi? Yaxshi. Qodirova Xayrixon biologiya fanidan C darajali qo'lga kiritdi. Bittaga sinfni yozmadi. Mana imtihon qada aytib qo'ying. Tabriklayman. Aliyeva Mubinaxon biologiya fanidan C darajali. Turg'unaliyeva Muslimaxon biologiya fanidan C daraja. Mubinaxon tabriklayman. Bular nechinchi sinfligiz yo'q albatta. Sodiqov Azizbek ingliz tilidan B2 darajali qo'lga kiritdi. Muslima, sizga qattiq turganlarimiz ta'siri bo'ldi. Mana sertifikat olsiz. B2 daraja yaxshi. G'ofurjonov Shahzodbek ingliz tilidan B1 daraja. Ma'murjonov Mardonbek biologiya fanidan C+ daraja. Kimyo fanidan C+. Abdulhamidov Abdulkamol kimyo fanidan C+. Axborov Farangiz biologiya fanidan C+. Bo'ldi, senga ham beraman. Tabriklayman. Abdulhamidov Abdulkamol biologiya fanidan B sertifikat. Bo'ldi, uchragan. Mo'minov Ozodbek biologiya fanidan C darajali sertifikat. Erkinov Kamoliddin kimyo fanidan B sertifikat. Nomonov Ozod. Hayajonlanmayapti. Ozod Matmar va Jazira biologiya fanidan C darajali. gaplashadigan.
Hasanxon va Madina Bono biologiyadan Sapilus daraja. Akbar Ali va Gulshoda kimyo fanidan S darajasi. Muhammadjonov Fayzullo biologiyadan S. Muhammadjonov Fayzul. Azizullayev Hojakbar kimyodan S darajasi. Usmonova Sumaya biologiya fanidan B darajasi. Kimyodan biologiya. Kesga tayinlan. Usmonova Sumaya kimyo fanidan S plus darajasi. Qo'shaqov Abdushukur biologiyadan S plus darajasi. Dava Sarvinoz biologiyadan B sertifikat. Tabriklayman. Ma'ruf va Dilnavoz kimyo fanidan B darajasi sertifikat. Dilnavozxon tabrik. Aslonboyev Soyibjon biologiya fanidan S plus darajasi sertifikat. Soyib tabriklayman. Rustamov Rashidbek biologiyadan B darajasi sertifikat. Matg'oziyeva Nozimaxon kimyo fanidan B darajasi sertifikat. Kim bu? Shahobiddinov Shohruxbek biologiyadan S darajali sertifikat. Madg'oziyeva. To'xtasinov Azizbek biologiyadan S darajali sertifikat. Anvarjonova Zaynabxon kimyo fanidan S darajali sertifikat. Musayev Mustafa biologiyadan S darajali sertifikat. Tabriklayman. Qahramonova Shukronaxon biologiyadan B sertifikat. Erkinov Kamoliddin biologiya fanidan S plus sertifikat. Zakirov Amir biologiyadan B plus sertifikat. Sharipov Ro'zala Tabriklayman. biologiyadan B plus sertifikat. Tabriklayman. Haydarova Ro'zixon kimyo fanidan B plus sertifikat. Tabriklayman mana. Mahmudov Mahmud maktabni bitirmay turib talaba bo'lgan o'quvchimiz kimyo fanidan B plus darajali sertifikat olgan. Shu asini ham beraman. Mahmudov Mahmud biologiya fanidan A darajali sertifikat. Tabriklayman. Grant bo'lsin omma. Egamberdiyeva Turdonaxon biologiya fanidan A darajali sertifikat. Turdonaxon tabriklayman. Omadingizni bersin. Abdullaxon va Dilbarxon biologiya fanidan A darajali sertifikat. Dilbar ko'zimizga yosh keladi hozir. Tabriklayman. Chegirmalarni berib turing endi. Xo'p, mikrofonni. Xo'p, asosiy joyga yetib keldik. Kulminatsion nuqta, demak, bizda A sertifikat hamda B plus sertifikat o'quvchilarimizning familiya ismi keltirilmagan bu yerda. B pluslar kelinglarchi, endi 20% chegirmani olinglar. Sertifikatga mana qog'oz hozir kimgadir kamroq chiqargan bo'lsa ham, siz ham B plusmi? Muammo yo'q. Sizga ham 20% chegirma. Endi demak, A sertifikat o'quvchilarimiz A daraja olish oson emas. A daraja olish uchun ko'p mehnat qilish kerak. Ilmni ichida yurgansizlar, mana ilmni ichida yuribsizlar, ilmni ichida katta bo'lyapsizlar, oson emas. Endi A sertifikat egalariga 30% chegirmamiz bor. Demak, A sertifikat sohiblari kelinglar. Mahmudjon, demak, ana shu 20 ga 30 ni qo'shamiz, 50% chegirma. Durdonaxon sizda ham A sertifikat bor, keling. Dilbarxon keling. Durdonaxon, Dilbarxon kelaveringlar. O'ttiz foizli chegirma 1.700.000 ga nisbatan olinyapti. Durdonaxonga ham mana shu 30% chegirma. Xo'p. Mahmud qo'lidan shu olinglar. Shahobiddinov sizlarmi? Oson emas. Menga ham nasib qilsin deb aytaylik, qaysi ma'noda duosini olish kerak. A plus daraja. A plus.
Zo'ring bo'lsa kelaverasan deyapti. Jamshidbek domla, biologiya, tabiiy o'zbek, A sertifikat. Hayra domla keling. Ismoil domla keling. Sen yaxshilar deyishdi. Sağ yaxshi. Mana ikkita kimyomi? A+ bor, ikkita A+. Tabiiy euro. Olish kerak. Demak, nima demoqchiman? G'ayrat domlaga A+ muammo emas. Tajriba ham, bilim ham yaxshi. Ismoil domla ham mana o'zini A+ni ko'rsatib qo'ydi. Haligi G'ayrat domla o'tib kelib imtihonga ham kirganda, mana endi hammaga aytaveramiz, kirganda atay noto'g'ri javoblarni yechib chiqibdi. Ya'ni o'qishga kirib ketib qolib, kimdir grantini olib qo'ymay deb, yaxshi insonni atay noto'g'ri javoblarni yechib chiqqan. Shunda ham bir bal, ikki bal olib qo'yibdi. Endi ustozga bizga ham havas qilamiz. Shu ustozni yoshiga yetib, shu yoshda ham aytaylik qaysi ma'noda shuncha 8 ta sinfga kimyodan dars o'tib, mehnat qilish, 4-etajdan 1ga tushib, 1dan 4ga chiqib dars o'tish oson emas. Endi Matlub opa haqida gapirishdim. Men qaysi ma'noda kerak emas. Sabab Matlub opa degan hamma biladi bu yerda. Tabiiy o'zbeklar ham biladi. Direktor ham yaxshi biladi, Sobir akam ham yaxshi biladi. Matlub opam sertifikatga hujjat topshirsa, daraja berishalmay qoladi. Qaysi bukvani bersak bo'larkan deyshadi. A+ endi A+dan ham ko'proq bukva yo'qda hozir. Balki Matlub opamni o'zi sertifikatga test topshirib turadi, test berib turadi, test sotadi. O'zi testga kirib turganlarni Matlub opamdan salang bo'laveradi. Sabab ba'zi savollar Matlub opam jo'natgan. Xo'p, o'quvchilar ustozlarga o'xshashga havas qilaverish kerak. Havas qilsang, yaxshi niyat qilsang, yetasan murodingga deydi. Xo'p, o'quvchilarimiz endi ustozlarga rahmat. Demak, bizni qaysi ma'noda o'quvchilarning oldida ko'ksimizni ko'tarib, boshimizni baland ko'tarishga haligi hissa qo'shganlaring uchun biz sizlar bilan haligi qo'pol qilib aytganda boshqa 8 ta filialimiz bo'lsa, 8 filialimizda ham maqtanib yuramizda. G'ayrat domlarning orqasidan Ismoil akamning sertifikatini Sardor akaga ham tashab, mana bizning ustoz, sizda A+ bormi desam, bo'ladi bizda ham deydi, xudo xolasa, ularda ham